Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bizni muntazam kuzatib kelayotgan hurmatli YouTube ishqibozlari va baliqchi aka-ukalarimiz. Bugungi videoroligimiz Surxondaryo viloyati Angor tumani Qoraqir mahallasidagi shaxsan o'zimizni Talstolop lichinka chavoqlari yetishtirilgan joydamiz. Hozir biz o'shani videorolik qilib YouTube kanalimizga joylab qo'yamiz. Xudo xolasa bu chavog'imiz sotuv bo'limiga ham tayyor bo'ldi. Barchalaringizni baliq izlab yurgan aka-uka birodarlarimizga mana shu videoni chiroyli qilib ilinmoqchiman. Kimga shunaqa Talstolop chavog'i kerak bo'lsa, ekranimizdagi chiqib turgan telefon raqamlariga bemalol bog'lanib telefon qilaversalaringiz bo'ladi. Hozir biz chiroyli qilib bitta obzor qilamiz. Baliqni to'liq ma'lumoti, necha pul, qachon tayyorlangan, necha kunda katta bo'ladi, barchasini video davomida aytib o'tib ketamiz. Sizlardan bitta iltimos, bittadan like bosib, mana shu videoni baliqchi akalarimizga ham ulashib qo'yishlaringizni iltimos qilgan bo'lardim. Bu havzamizni uzunligi 20 metrga, gidi 9 metrmi shunaqa havuz. Bu havzimizning ichida Talstolop chavog'i tashlangan. Bir oydan salikam o'tdi. Bir oydan ham o'tib ketdi. 2 oyga ham bir oydan o'tdi. 2 oylar bo'lib qoldi adashmasak. Bu havzamizni ichiga Talstolop lichinka chavog'i tashlangandi. Biz buni kattartiryapmiz. Sotuv bo'limiga qo'yib sotish uchun, bundan bir daromad ko'rishligimiz uchun. Kimda-kim mana shu baliqlarni izlab yurgan bo'lsa, uzoq joydan olib kelaman, qimmatga tushib ketmayin. Yaqin joyda sotilayotgan joylar bo'lsa, adreslar bo'lsa aytib ketingizlar deydiganlar uchun biz videoni qilyapmiz. Kimda-kim qiziquvchilar bo'lsa, ekranga qoldirilgan raqamlarimizga bemalol bog'lansalaringiz, biz sizlarga chiroyli qilib baliqni qilib beramiz. Sizlardan bitta iltimos va sizlardan bitta uzr narsani so'rab qolaman. Hozir bu yerda balig'imizni ko'ringani yo'q. Balig'imizni o'zini qachon qilamiz videosini? Masalan, biron bir klient odam kelib qolsa, o'sha odamni biz foydalanib, biz videorolik qilamiz, keyin sizlarga baliqning ko'rinishini ham chiqarib beramiz. Ungacha biz uzr so'raymiz. Bu yerdan hozir biz shunchaki reklama qilyapmiz balig'imizni, lekin balig'imizni ko'rsata olmaymiz. Uzr. Sizlardan uzr so'rab qolamiz. Videoda kamchiliklar bo'lsa, ovozdan kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz. Kommentariyada sizlardan bitta iltimos, negativ fikrlarni yozmashlaringizni so'rab qolgan bo'lardim. Videoda aytib o'tganimizdek kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr. Shunday gaplar do'stlar, mana shu yerda havzamizni ichida Talstolop chavog'i tashlangan. Simichka holati. Hozir biz ko'rinishimiz bo'yicha hozir ko'rdik. Salgina suvning ichida ko'rinar ekan. Biz deb qaraganimizda balig'imizni razmer kattaligi simichkadan bunday qilib aytganda tirnoqcha keladigan baliq bo'lib boshlabdi. Undan ham kattasi bor. Kimda-kim mana shu baliqlardan izlab yurgan bo'lsa, bemalol ekranga telefon raqamlarini qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqib telefon raqamlarimizga bog'lansalaringiz, biz sizlarga baliqlarni chiroyli qilib beramiz. Sizlarga har doimgidek videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlaringizni so'rab qolamiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha deymiz. O'zlaringizni ehtiyot qilingizlar. Har doim biz sizlar uchun xizmatda. Sizlar esa bizning videolarimizni o'tkazmasdan like va podpishkani kuchaytirsalaringiz bo'ldi. Rahmat, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Keyingi videolarimizda har doimgidek ko'rishguncha deb qolamiz. Rahmat.